Bu Minecraft, lekin har kuni u tobora reallashib boradi. Oldin har tong bir xil edi, zerikarli va oddiy. Lekin bu safar hammasi boshqacha bo'ladi. Har safar uyg'onganingizda Minecraft reallashib boradi. Avvaliga oddiyroq realizm, keyin esa tong otgani sari yanada haqiqiyroq bo'laveradi. Maqsadimiz esa Ender Dragon'ni zabt etib, Minecraftni to'liq realistik qilish. Ularning barini esa hardcore, ya'ni eng qiyin rejimda qilishimiz darkor. Va buni amalga oshira olamizmi, yo'qmi? Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni 98% tashkil etyapti. Men esa har bitta videoni to'liq 18 soat tinmay montaj qilaman. Shuning uchun tezroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Biz esa O'zbekistonda hali chiqmagan epichskiy videolarini e'tiboringizga havola etamiz. Barchaga assalomu alaykum. Demak, biz boshlaymiz. Hozirda qaranglar, bozorda hech qanday o'zgarish yo'q. Tez orada yotib turganimizdan so'ng reallashib boradi. Demak, hozir birinchi ishimiz daraxtdan boshlaymiz. Daraxt chopamiz. Daraxtlarimizni yog'ochga maytalab, vestak hamda cho'plar yasa olamiz. Hamda mana bu vestakni qo'yib, o'zimizga tosh qazishimiz uchun boshlang'ich resursimizni yasaymiz va tosh qaziymiz. Bu yerdan chiqib olgach, o'zimizga tosh yasaxalani yasashni boshlaymiz. Bu yerdan chiqib olamiz hamda o'zimizning resurslarimizni taxlab, vestakni olamizda. Juda ham ko'p bizga daraxtlar kerak, shuning uchun daraxtlarni chopishni boshlaymiz. Beyda chopgan daraxtlarimizni yog'ochga maydalab olamiz, bu yerda vestakni qo'yamiz, qayig'i yasaymiz, hamda endi biza g'ol topishimiz kerak. Albatta, g'olda resurslar bizga juda ham kerak bo'ladi. Buning uchun biz hozir ikkinchi o'ringa o'tib olishimiz kerak. Demak, qayiqni olamiz va g'ol izlashimiz kerak. Shu atrofda g'ol bo'lishi kerak. Nihoyat bu yerdan g'ol topdik. Endi bu yerda barcha kerakli resurslarni yig'ib olamiz. Yana bitta g'ol topishimiz kerak. Demak, mana bu yerda yana bitta chuqurlik bor ekan, bitta borib ko'rishimiz kerak. Demak, juda ham ajoyib pastda g'ol bor ekan. Endi bu yerdagi barcha resurslarni terib olamiz. Hozirda men o'lishim mumkin, juda ham ayamo ahvoldaman. Ekranda qandaydir yorug'lik ko'rinyapti, bitta ko'rishimiz. Juda ham ajoyib qishloq bor ekan va tezroq borishimiz kerak. Mana do'stlar, biz qishloqqa keldik. Endi tez yotamiz hamda ertalab yangicha realistik hodisani guvohiga aylanamiz. Demak, tong va do'stlar, juda ham ajoyib. Mana bunaqa teksturani bo'lishi mumkin emas do'stlar. Itemslarda hozircha ta'sir qilmagan, lekin do'stlar, atrof muhitga voy, barglarni qaranglar do'stlar. Do'stlar, bu birinchi kun, hali oldida bizni juda ham ajoyib hodisalar kutyapti. Bizga hozir ovqat kerak, mana bu somonlar yig'ishtirib olishimiz kerak. Demak, hozir bizga o'zimizga ketib yasab olamiz. Demak, tosh qaydaydi. To'g'risi bilmayapman do'stlar, bu teksturani tosh qaysiligini. Demak, hozir mana bu barcha somonlarni yig'ib olamiz. Somonlarimizni bug'doyga maydalab, o'zimizga nonlar yasab olamiz. Endi bemalol qo'rqmasdan vijimani qilsak ham bo'ladi. Mana bu narsalarni qo'yamiz va tezroq temirlarni eritib olamiz. Ajoyib mana bu temirchining uyi bor ekan, qanday ish qilib yaxshi narsa paydo bo'lsa sunduqda. Juda ham ajoyib do'stlar, o'zimizga kerakli narsalar ekan. Narsalardan foydalanishda boshlaymiz. Demak, temirchidan uzr so'raymiz, lekin bu narsalar bizga juda ham kerak. Juda ham ko'p temir bor, lekin hozir nimaga go'limni o'ylayapman, menimcha bu menga odat bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Pishgan temirlarimizni olamiz va o'zimizga kerakli resurslarni yasashni boshlaymiz. Nihoyat endi bizda full broniyamiz, endilikda mana bu yerda qachini yasaymiz hamda ko'p junlarni yig'ib chiqishimiz kerak va bular juda ham bizga kerak bo'ladi. Bu junlardan o'zimizga juda ham ko'p yotoqlar yasab olishimiz kerak. Bu endi dragonni o'ldirishimiz uchun juda ham asqotadi. Juda ham hayratdaman, chunki qishloq oldida lava pol bor ekan va bu orqali biza portal yasaymiz do'stlar. Qani, let's go. Portalimizga kiramiz va nihoyat biza nezada olimga boryapmiz. Kirdik, endi biza hozir juda ko'p oltinchilarni yig'ib olishimiz kerak. Hamda o'zimizga bitta etik yasab olmasak bo'lmaydi. Bu albatta pigillardan himoyaga o'tishimiz uchun. Do'stlar, bizga bastion kerak va hozir pigillardan topishimiz kerak. Demak, hozir juda ham ajoyib do'stlar, yangilandi. Mana qaranglar do'stlar, umuman boshqa darajadagi tekstura paklar bo'lishi mumkin emas do'stlar. Xuddi bir realistik o'xshaydi. Bug'larni qaranglar do'stlar. Xuddi men boshqa olamga tushib qolgandayman. Atmosferaga gap bo'lishi mumkin emas. Menga juda ham yoqyapti do'stlar. Bu yerga oltinchani olamiz. Yaxshi. Juda ham ajoyib do'stlar. Fortress topdik, lekin bizga bastion kerak edi. Amayli do'stlar, hozirda bu yerga tushib olamiz. Endi bizga hozir blaze spawner kerak. Hozir shu atrofda bo'lishi kerak. Demak do'stlar, biz blaze spawner topdik. Endi bitta blazerni o'ldirishni boshlaymiz. Demak, spawn bo'lishini kutishimiz kerak. Juda ham ajoyib do'stlar. 4-kun, 3-kun do'stlar. 12 ta yetadi do'stlar. Endi bizga hozir bastion kerak. Bastionni qisqa pauza ichida topamiz. Bastionni topdik do'stlar, juda ham ajoyib. Lekin kirish juda ham qiyin bo'ldi bu yerga. Eng muhimi topdik. Hozir endi bizga juda ham ko'p oltinlar kerak. Demak, mana bu yerga tushib olishimiz kerak. Avval birinchi navbatda pastda sandiq bor ekan. Sandiqni ochishimiz kerak albatta ehtiyotkorlik bilan. Chunki bu yerda juda ham ko'p piglilar bor.
hozir demak ajoyib hozir orqamizda hech qanday pigillar yo'q. Demak, voy bo'lishi mumkin emas. Ikkita qadoqchi pigillar bor. Asta tushib olamiz endi bir amallab demak. Yaxshi hamma narsa olamiz. Qo'li kerak yo'q. Endi mana bu yerdagi hozir oltinni olishimiz kerak. Oltin blok bor ekan. Demak, bu yerdagi olamiz. Ajoyib mana bu yerda sandiq bor ekan. O'zimiz kerak narsani olamiz. Tepada pigillar bor. Ehtiyotkorlik bilan pastdan sundukda ochishga harakat qilamiz do'stlar. Hozir mana pastdan qazyapman. Demak, mana bu yerdan qazib olamiz. Aha, yaxshi. Hozir bu yerda sunduq bor, tepadan chiqsam ham bo'ladi, lekin hozir bu yerda pigillar bo'lganligi uchun asli ehtiyotkorlik bilan olishim kerak. Demak, bu yerda o'zimizga kerak narsani olamiz. Endi bu yerda ikkinchi sunduq ham bor, ikkinchi sunduqni ham olishimiz kerak. Demak, yana qazishda davom etamiz. Hozir shu atrofda yana ikkinchi sunduq ham bo'lishi kerak. Uning ichida ham kerakli narsalar bor albatta. Demak, mana bu yerda yopib olamiz, boshqa pigillar kelmasligi uchun, hujum qilmasligi uchun albatta. Demak, yaxshi. Endi sunduqni bemalol ochib olamiz va juda ham ajoyib, o'zimiz kerakli narsalar uchun yo'q ekan. Va sunduqni ochib chaqirishimiz kerak pigillarni, albatta ular bilan trade qilishim uchun. Qani, sunduqni ochamiz. Aha, chaqirdik. Demak, endi bu yerga oltinlarni tashlaymiz. O'ta chekda 3 ta piglik kerak, tezroq ko'z chiqishi uchun, albatta trade'da ko'z tezroq chiqishi uchun bizga ko'proq piglik kerak. Demak, mana ulishimiz kerak, boshqa ilojimiz yo'q. Qani kela qol piglinjon. Yaxshi. Bu yoqqa mana bu yerga tusha qol. Aha, ajoyib. Xo'sh, demak, 3 ta piglet juda ham ajoyib. Endi biz hozir o'rtacha bir 10 ta yoki 12 ta ender pedal kerak bizga. Xo'sh, demak, mana bu yerdan nezirit bor ekan. Demak do'stlar, wow, juda ham ajoyib. O'sha bittada ender pedal bo'ldi. O'sha 3 ta pigli bo'lganligi uchun juda tez trade qilishyapti. Ajoyib. Hozir hech qanday yangilanish yo'q. Demak, go'shtlarni yerga tashlab yuboramiz. Wow, juda ham ajoyib 3 ta pedal. Yana ozgina trade kutishimiz kerak. Hozircha bizda ender pedal kam. Va do'stlar, yangilanish juda ham ajoyib do'stlar. Qalqonni qaranglar do'stlar, realistik. Wow, juda ham ajoyib do'stlar. Itemizlarni qaranglar. Wow, juda ham realistik bo'libdi do'stlar. Hozir bu yerni yopib olishimiz kerak. O'sha trade'ni to'xtatish do'stlar. Endi o'ldirmaslik bo'lmaydi. Demak, let's go. Bular o'ldirib ko'zini qaranglar do'stlar, yonishini. Juda ham realistik. Do'stlar, hozir endi bular o'ldirmaslik bo'lmaydi, chunki o'sha oltinimiz qolmadi. Xo'sh, demak, qani nimalar berib ishqib ko'z chiqqan bo'lsa, wow, juda ham ajoyib 16 ta ko'z. Nereallik do'stlar. Ajoyib hozir endi kerak narsalarni olishimiz kerak. Va do'stlar, mana bu qaranglar, kerak narsa olamiz, anasini tashlaymiz. Aha, go'sht kerak bizga. Demak, mana wow, juda ham ajoyib do'stlar, obsidian. Endi do'stlar, o'zimizning portalimizga bormasak bo'lmaydi. O'zimizga kerak narsalarni yig'ib bo'ldik. Bu juda ham topish qiyin bo'ldi portalni va nihoyat topdik. Lekin do'stlar, endi tezroq portaldan chiqmaslik bo'lmaydi do'stlar. O'zimizga kerakli narsalarni yig'ib bo'lganmiz. Va nihoyat kirdik, juda ham wow, do'stlar, juda ham ajoyib, bo'ynagi realistik. Do'stlar, mana o'tlarni qaranglar, juda ham ajoyib. Hozir yotib olmaslik bo'lmaydi. Do'stlar, demak, endi ertaga yangicha realistik hodisani guvohiga aylanamiz. Demak, do'stlar, wow, mana bu qaranglar, zombini ko'zini qaranglar do'stlar. Qanchalik realistik, olovni qaranglar, portlashini qaranglar, olovni. Do'stlar, bu nimasi? Bu vashshe realistik narsa-ku. Juda ham ajoyib do'stlar. Wow, yonyapman, suv qo'ymasam bo'lmaydi. Wow, chilikni qaranglar do'stlar. Temizlarni qaranglar, hammasi realistik. Bo'lishi mumkin emas. Yaxshi, hozir endi do'stlar, men hozir qishloqlarga juda qiziqyapman. Hozir qishloqlarning oldiga bormasa bo'lmaydi. Qanchalik yuzi o'zgarib ketgan. Demak, do'stlar, hozir boramiz. Wow, do'stlar, men qo'yni qaranglar. Qanaqa qo'y? Voy, yuzini qaranglar. Xuddi bir real hayotda qo'yga o'xshaydi. Xo'sh, demak, hozir qishloqlar oldiga bormaslik bo'lmaydi. Menga hozir juda ham qiziq qishloqlar. Demak, do'stlar, aha, qaydasizlar qishloq? Va mana birinchi qishloq. Do'stlar, mana qaranglar, juda ham ajoyib. Adashmabman, hammasi shunaqa ekan, bir xil ekan yuzi. Xuddi bir realistik teksturga o'xshab, lekin buni o'ylaymiz. Wow, do'stlar, qaranglar, mana effektni qaranglar. Effektni xuddi trade'da tushirib yuborayotgandek. Lekin bunday darajada o'zgarib ketadi deb sira o'ylamagandim. Hozir 4-chi, 5-chi kun do'stlar. Xo'sh, demak do'stlar, wow, do'stlar, mana buni qaranglar, itemizlarni, ya'ni resurslarimizni qaranglar, umuman o'zgarib ketgan. Mana buni qaranglar, wow, juda ham ajoyib. Hammasi umuman boshqa darajada do'stlar. Do'stlar, menga hozir mana ko'lni qaranglar, ko'mini qaranglar, juda ham qiziq. Hammasi 3D do'stlar. Mana bu nima bu? Bu olovchini qaranglar do'stlar. Juda ham ajoyib. Mana buni qaranglar, xuddi yonib turibdi. Hozir endi biz ender pedalni ender ko'zga aylantirishimiz kerak. Demak, wow, mana buni qaranglar, yonishini. Boshqa darajada do'stlar. Juda ham ajoyib do'stlar. Mana obsidianni qaranglar, bu obsidian kelgan bo'yniga obsidianmi deb o'ylayapman. Bunaqa obsidian ekan do'stlar, mana qaranglar, ichida nima taralib turibdi. Xuddi bu realistik animatsiya do'stlar. Juda ham ajoyib, menga yoqdi bu do'stlar. Wow, mana buni qaranglar, temirchilar, boshqa narsalar juda ham realistik bo'lgan. Ayniqsa bu kema bilan, mana bu kema deyapman, mana bu qayiq bilan mana bu narsalar. Wow, juda ham ajoyib do'stlar. Endi tezroq Ender Dragon'ni padan topasak bo'lmaydi. Hozir biz do'stlar suvga tushib oldik. Endi do'stlar hali suvga tushib olgan ekanmiz, shu atrofda ekan. Demak do'stlar, hozir endi suvga tushganda qaranglar, ulgurmadik. Omadimizda. Demak, hozir endi qayiq bilan olamiz. Demak do'stlar, endi do'stlar biz qidirish boshlaymiz. Do'stlar, juda ham qo'tyapti. Qaranglar, nahotki 20 FPS, 26 FPS. Juda ham qo'tyapti do'stlar, bu realistik tekstur bilan atmosfera juda ham qo'tyapti do'stlar. Bo'lishi mumkin emas do'stlar. Amalda do'stlar, endi shu bir amallab endi topishimiz kerak. Let's go. Hayır do'stlar, biz hozir bu yerga tushib oldik. Juda ham ajoyib. Endi do'stlar, hozir Ender Dragon'ni patalni qidirishimiz kerak. Boshqa devada uxlab olishimiz kerak. Yo'q, hali uxlamaydi ekan. Hali juda ham
Hozir yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa ham, lekin hali uxlab bo'lmayotgan. Mayli do'stlar, endilikda do'stlar endi shu atrofda topishimiz kerak. Bitta bizga hozir fakir kerak, demak fakerni yasam olmasak bo'lmaydi. Aha, ajoyib yasab oldik. Endi shu orqali qidirishni boshlaymiz. Bu bizga endi qiyinchilik tug'dirmaydi. Demak, shu atrofda sandiq bor ekan. Oh, do'stlar, men almosni qaranglar. Endi ko'z bilan almosni qaranglar qanchalik realistik. Hozir almos bizga juda ham kerak do'stlar. Almos olishimiz kerak. Albatta kerak bo'lib qoladi do'stlar. Endi Dragon Portalda. Demak, bizlar hozir juda ham inventoriyamiz full ekan. Endi do'stlar hozir bu yerda adashib qoldim. Oh, juda ham ajoyib bu yerda. Do'stlar, mana topdik. Aha, endi bu spamni tezroq sindirishimiz kerak. Aha, juda ham ajoyib. Va bunaqa qadar do'stlar tarakan deyman bu o'zbek tilida. Juda ham realistik ekan. Buni ham o'ldirib olamiz. Demak, mana bu yerga yopib olamiz. Ortiqcha mahsulotlar xalal bermasligi uchun. Wow, Enderman mana u. Bunaqa qadar do'stlar Endermanni. Juda ham xavfliga o'xshaydi, ko'zi yonib turibdi. Mana bu zombini o'ldirib olamiz. Demak, endi do'stlar uxlamaslik bo'lmaydi. Aha, uxlab oldik. Agar realistik hodisalarga guvohga aylanamiz do'stlar. Hozir, wow, do'stlar, bo'lishi mumkin emas do'stlar. 1000 piksel o'zi umuman olganda Minecraftda default pikseli o'zi 16 piksel bo'lishi kerak, lekin mana bunaqa deylar 1000 pikselga 1000 piksel. Juda ham ajoyib do'stlar. Juda ham reallashib ketgan. Mana bu yerlarni qaranglar do'stlar, xuddi bir real hayotga o'xshaydi. Hozircha itemslarga ta'sir qilmagan, lekin mana bu tekstlar, ya'ni mana shu bloklarga ta'sir qilgan. Juda ham ajoyib do'stlar, mana buni qaranglar. Xuddi bir chiziq bo'lgandek. Demak, hozir mana bilan qo'yamiz va endi patolog arqamachasiga saklaymiz. Patolog kirib oldik, juda ham ajoyib. Wow, do'stlar, mana bunaqa qaranglar, bu yerda ham darajada realistikga o'xshagan. Arbalet olgan ekanmiz, endi birma-bir Ender Dragon kristalini portlatishni boshlaymiz. Dragon kristalni portlatib bo'lgach, endi o'zi bilan shug'ullanmasak bo'lmaydi. Aha, bir necha o'qlarni otamiz va endi urishni boshlaymiz. Demak, do'stlar, endi Dragonni haqiqatan ham o'ldirishimiz kerak. Ehtiyotkorlik. Qo'yib bir necha qadamlar qoldi do'stlar, juda ham ajoyib. Hozir endi biz asos ohistalik bilan o'ldirishimiz kerak, chunki hardcore rejimdamiz do'stlar. Juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa bu imkoniyatimiz. Juda ham ajoyib do'stlar. Suv yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bir o'limdan saqlanib qoldik. Endi Dragon bizdan ko'radi. Hozir o'zimizga Vestak yasaymiz va bo'yniga olgan almazimizdan qilich yasaymiz. Endi o'zidan ko'radi bu. Ozgina joni qoldi do'stlar. Juda ham ajoyib. Bir necha urinishlardan keyin mana shu payt o'ldirishimiz kerak. Bo'lmasa agar shu payt o'xshamasa ham biz albatta arbaletimiz bilan o'ldiramiz. Demak, chiqib yana o'chirib olmasa bo'ldi, chunki hozir bu daj biz suvimizdan ham juda ham ajoyib do'stlar. Hozir o'chirib olmadi. Demak, endi arbalet bilan o'ldiramiz oxirgi urinishimiz. Arbalet bilan o'ldirmasak, bo'lmasa iloji yo'q. Demak, yerga qo'basa turib arbaletni o'ldirishimiz kerak. Let's go. O'ldiramiz. Aha, ikkinchi o'q. Demak, uchinchi o'q. Qo'masdan turib o'ldirishimiz kerak. Let's go. To'rtinchi o'q. Let's go. Beshinchi o'q. Mana xud kallasiga tegdi do'stlar. Ko'p joni ketdi. Juda ham ajoyib do'stlar. Nihoyat endi Dragonni zabt etdik. Juda ham ajoyib, men xursandman. Maqsadimizga erishdik albatta. Demak, do'stlar bo'lishi mumkin emas bizni. Mana bu yerdagi divanlardan foydalanmagan ekanmiz do'stlar. Mayli do'stlar, bo'lishi mumkin emas, lekin bekor biz inventoriyamizni to'ldirib, baribir ham yengdik do'stlar. Demak, mana bu yerdagi o'rinlarni olamiz. Yaxshi. Avval orqa machasiga tushgan bo'lsak, yana oldi machasiga chiqamiz. Yaxshi. Endi do'stlar, biz Minecraft tugatganimiz haqida hazgina reklama bo'ladi. Albatta, pauza orqali o'tkazib yuboramiz. Mana do'stlar, o'zimiz spam joyimizga keldik. Endi do'stlar, mana bu yerda do'stlar zombilar kelyapti. Do'stlar, kechqurun bo'lgan ekan, hozir uxlamaslik bo'lmaydi. Demak, chetroqqa mana bu divanimizni qo'yamiz va ertalab buguncha kutamiz. Yangilanish do'stlar juda ham qo'rqyapti do'stlar. Wow, bo'lishi mumkin emas do'stlar, mana buni qaranglar. Do'stlar, juda ham ajoyib. Hozir do'stlar, qilishni qaranglar, ozgina bug bo'lgan menimcha. Lekin do'stlar, hozircha itemslarga yoki boshqa narsaga umuman ta'sir qilmagan. Lekin do'stlar, pikselni qaranglar, hozir yerdagi pikselni ko'ramiz do'stlar. Let's go. Mana buni qaranglar do'stlar, bu nima bu? Toshmi bu? Bu necha piksel do'stlar? Cobblestone tosh. Mana bu loymidi do'stlar? Mana buni qaranglar, piksel 2000 piksel. Do'stlar, bu bo'lishi mumkin emas, buncha ko'p piksel bo'lmasa. Hozir do'stlar, dadaxlarni ko'rmaslik bo'lmaydi. Do'stlar, FPS qaranglar, 30 FPS naqd. Demak, do'stlar, mana buni yerni qaranglar do'stlar. E'tibor qilmagan ekanmiz, barglarni qaranglar. Do'stlar, hozirda videomiz shu joyda yakunlanadi. Sizlar bilan hal bo'lmaydi. Men bo'lman, ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Xayr do'stlar.